Hammamizga ma'lum Uyg'ur madaniyati va klassik adabiyot tarixida buyuk klassiklarimizdan Yusuf Hasajib va Mahmud Kashg'ariylardan keyin ilm osmonda yuruq cho'lpondek chaqnab, olamshumul natija qozongan. Shundaqla dunyoviy shuhratga ega bo'lgan ijodkor 8 tur bo'yicha 30 ga yaqin yirik asar yozib, keyingilarga qimmatli miroslarni qoldirgan ona til ustasi, kamalat egisi, ensiklopedik shoir Alisher Navoiydir. Bugungi programmamizda biz Jungo Uyg'ur klassik adabiyoti va muqam ilmiy jamiyati nashriga tayyorlagan Beijing millatlar nashriyati nashr qilgan Alisher Navoiy asarlari to'plamidagi Chahar divan, ya'ni Xazoinul Maani nomli yirik asar ustida suhbat quramiz. Men oldi bilan suhbatimizga ishtirok qilgan 3 aziz mehmonni tanishtirib o'tay. Mirsulton Osmonov aka, tilshunos, tadqiqotchi, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik til yoziq xizmat komitetidan. Abdulaziz Abdurahim aka, oliy muxbir, Jungo Uyg'ur klassik adabiyot va muqam ilmiy jamiyatining boshlig'i. Qurbonjon Abduqodir afandi, Jungo Uyg'ur klassik adabiyot va muqam ilmiy jamiyatidan. Abdulaziz aka, sizni so'rab baqsam, Navoiy asarlaridagi madaniyat qimmati va davr qimmati nimadan iborat? Bulun. Alisher Navoiy Uyg'ur xalqining 15-asrdagi ulug' mutafakkur, adabiyot shunosi va she'riyat peri degan sharafga noil bo'lgan mashhur shoir. U keyingilar uchun intayin qimmatli madaniyat meroslarini qoldirib ketgan. Umuman Navoiysiz bir butun madaniyat va adabiyot tariximizni tasavvur qilish mumkin emas. U qoldirib ketgan nodir asarlar Junxo millatlarining qimmatli madaniyat merosi, shundaqla insoniyatning o'rtaq boyligi hisoblanadi. Navoiyning madaniyat va adabiyot tarixidagi g'oyat zo'r to'pisini ko'zda tutib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Fan Ma'rif Komiteti 1991-yilga Navoiy yili deb nom bergan. Uning ulug' to'plarini xotirlagan. O'rta Osiyo va G'arb madaniyatshunoslik va adabiyotshunoslik sohasida Navoiyshunoslik do'lqini ko'tarilib, u bir fan sifatida tadqiq qilinib kelmoqda. Mamlakatimizda partiya hukumatining kuchli qo'llashi va g'amxo'rligi bilan Navoiy tadqiqoti kun sari cho'nqurlashmoqda. Partiya 17-qurultayda davlatimizni madaniyatda kuchli davlat qilib qurib chiqish strategiyasi o'ttirib qo'yildi. Navbatda bu jihatda turli xizmatlar ishlanmoqda. Shunisi aniqki, har qanday bir zamonaviy madaniyatning hamon yildizi va manbasi bo'ladi. Har qaysi millatlarning munavvar an'anaviy madaniyatni qo'g'dash va varsil qilishda an'anaviy madaniyatning javharlarini qizib va varsili qilib, dunyodagi madaniyatlarning ilg'or natijalarini ijod holda qabul qilish va biriktirish hamda hozirgi zamonaviy jamiyatga o'zliksiz moslashtirishimiz to'g'ri keladi. Zamonaviy madaniyatga mos holda munavvar an'anaviy madaniyat bilan davrning taraqqiyot talabining organik birikishini amalga oshirish zamonaviy madaniyat qurilishda kam bo'lsa bo'lmaydi. Alisher Navoiy asarlari ayni davrning siyosiy, ijtimoiy, axloqiy va madaniy reallikni bilishimizdagi muhim
ochqich. Agar biz xalqimizning munavvar an'anaviy madaniyatini qozimiz va uni bugungi zamoniy madaniyat qurilishi bilan organik birlashtiramiz deydi ekanmiz. Alisher Navoiy asarlariga o'xshash muhim ochqichlarga murojaat qilishimiz va uni unumli qilishimizga to'g'ri keladi. Madaniyat meroslarining yiltizini qizishda uning an'anaviyligi, yerlik tuz va milliy tusini saqlash lozim. Davlatimizning madaniyat ishlari zo'r darajada rivojlanib, gullanyotgan yangi vaziyatda partiya markaziy komitet va Şinjan Uyg'ur Avtonom Rayonlik Partikom xalq hukumatining rahbarligida millatlarning munavvar an'anaviy madaniyatni qo'g'dash va uning varislik qilishni ilgari surib, an'anaviy meroslarimizning madaniyat va davr qimmatini texmi julalantirishimizga to'g'ri keladi. Biz bilimiz Alisher Navoiy Chor divandagi lirikalarda 15-asrning eng ilg'or parvarlik kishisi, ilg'or idealik kishisi, adolatparvar, ma'rifatparvar odam sifatida maydonga chiqqan. O o'zining axloqiy, ijtimoiy, siyosiy qarashlarini, falsafiy qarashlarini Chor divandagi har xil bahrlarda yozilgan lirikalarga singdirib o'tgan. Mush nuqtadan qaraganda Qurbanjon endi shoirninki shu lirikalarda aks etgan tematik ideyalarni biz qaysi nuqtalarga yig'inchoqlab baqsak bo'lar? Endi Alisher Navoiy asarlarininki tematik ideyasi to'liq keng va yuksaklikka ko'tarilgan. Alisher Navoiy asarlaridan biz komil bir kamolatlik insonning obrazini ko'rib yetalisak, g'oyada saf muhabbat, ishq, insonparvarlik, xalqparvarlik, vatanparvarlikka o'xshash mana shunda ilg'or va insoniyat uchun mangulik tema bo'lgan fikrlarninki tashabbuslarni va bu fikrlarninki yuksak bir badiiy mahorat ostida julalangan simasini ko'ra olamiz. Demak, Alisher Navoiy asarlaridagi tematik ideya yuqorisi insonning kamolatli bir inson bo'lish, komil inson bo'lishdan iborat yuqori pallisdan tatib tövini bizning eng aqalli turmushimizdagi kichik ishlarimizgacha va kichik o'ylarimizgacha tutishidi. Komil inson bo'lish uchun insonningki har bir turmushidagi konkret harakatlarida, ya'ni shu axloq, ya'ni etik sistemasidagi yaxshilikdan iborat mushu nuqta aks etish kerak. İnsanның her bir parça ameliy hareketlerinde yaxşılık aks etsa, bunun umumi cuglanmasını etikada kamalat yoki kamillik deb qaraladi. Demek Alisher Navoiy özünün ameliyatida bo'lsin va yoki qalam ameliyatida bo'lsin, mana shunda bir kamalat, kamil insonlik tashabbusini o'ttirg'i qo'yguchi. Yana bir nuqta Alisher Navoiy asarlarida degan o'xshash insonparvarlikdan iborat bu bir yorqin nuqta bor. Alisher Navoiy nazaridagi insonparvarlik chegara olgan insonparvarlik. Alisher Navoiy asarlaridagi insonparvarlik millat olgan insonparvarlik. Yana bir nuqta Alisher Navoiy asarlarida kuchli bir kishilik g'ururning simasi turibdi. Alisher Navoiy ham o'zininki ba'zi temadagi lirikalarni va yoki qit'alarini özünün hayatıga va yoki özünün hayotidagi ma'lum bir amaliyotga bog'lab yozgan bo'lib, uning bir qit'asida hatto muhr sundirish deb bir qit'asi bo'lib, mushnodimi mushu qit'ani o'qigan insonga bir ilm egisi bo'lish bilan bir g'urur egisi bo'lishni qandoq organik birlashtirish, ilm badaliga g'ururni satmaslikdek mana shunda bir nuqta nayt yorqin ifodalangan. Uningdan boshqa Alisher Navoiy asarlarida yüksek bir ishq temisi var. İshq temisi var. Nefsini tizginlash. Yüksek hamma narsadan pokizlangan bir ishq orqali o o'zining g'oyasidagi buyuk bir yorning visoliga intiladi. Uningdan boshqa Alisher Navoiyninki tematik nuqtalardan biri kishilik fazilat, axloq. Albatta Alisher Navoiy mana shunday axloq qalamidan bayon qilgan
bir kishi emas. O amaliyotida ham amalida axloqni namoyon qilgan bir kishi. Alisher Navoiyning asarlaridagi tematik ideya nuqul Alisher Navoiyning ideyasiga vakillik qilmaydi, hatto amaliyatiga vakillik qiladi. O kamil insonlik qarshini yozganda kamil insonlik darajasiga yetish uchun harakat qilgan inson. O vatanparvarlik, insonparvarlikni tashabbus qilganda o'zi shunday insonparvar, vatanparvar bo'la olgan inson. O kishilik g'ururni tashabbus qilganda o'zida shu amaliyotni ifoda qila olgan inson. Axloqni tashabbus qilganda ana insonlar ostiga axloq emas, hatto tabiatdagi eng kichik maxluqotlar o'rtasidagi axloqdimi ashta amaliyotlarni bizga namuna qiladigan inson. Demak, Alisher Navoiy asarlarida tematik ideya to'limi cho'nqur va to'limi mukammallikka ko'tarilgan deyishga bo'ladi. Alisher Navoiy asarlarininki tematik doirasi keng va cho'nqur. Uningki lirikalarida, Chahar divandagi lirikalarida yanada markaz o'rinda egallaydigan yadrolikda uning insonparvarlikni barparmasini ko'tarib chiqqanligi. Mushkatni qilayotganda Alisher Navoiyning ikki misrasi esim keldi. Qilsa menga 100 jafo bir qatli faryod aylaban, elgi qilsa bir jafo 100 qatli faryod aylarim deb yozdi. Menga minglarcha zaxmi yesa, men bir qatam ah uraman. Xalqqa bir qatam zaxmi yesa, men minglab faryod uraman degan ekan bu. Demak, buni ko'rishga bo'ladi. Bu shoirninki asarlarda bu insonparvarlikning bir bu yadrolik nuqta boshdan oxir o'sib aks etgan. Mirsulton aka Alisher Navoiyninki Chahar divan nomli yirik asarlar to'plamining nashriga tayyorlash davomida sizga ta'sir qilgan va siz his qilgan masalalar nimadan iborat bo'ldi? Bu qo'lyozmalarda birisi ko'chirilgan manba aytilmagan. Men qaysi qo'lyozmadan ko'chirdim degan gap yo'q. Ba'zida qayerda ko'chirildi degan bu gapmi yo'q. Hatto kim ko'chirdi degan ko'chigan otmi yo'q. Endi bu narsa bizningki mushundaq asarlarni nashrga tayyorlash jarayonida bizga qiyinchilik keltirdi. Qaysini asos qilish kerak? Biz buningda jiq qiynaldik. Bizning endi bu qitim his qilgan masalamiz amdiki nashr qiladigan masalalarda mumkin qadar chet eldagi asosliq ham o'zi nima bir qadar Navoiyning davriga yaqin bo'lgan qo'lyozmalarni oldirish lozimmikin deb bu narsani his qildik. Bu bir masala. Ikkinchi bir masala konkret tekstni bekitishda, tekstning to'g'ri yoki xatoligini bekitishda, shu tekstdagi mazmunni bilish. Nima shoir nima deyotdi? Buni bilmasdan tekstni bekitgili bo'lmaydi. Bu bir masala. Ikkinchisi, mushu tekstda aytilayotgan narsa vaznga uyg'unmi yo'qmi? Vaznni buzyapti qandoq? Buni hisob qilish kerak. Uchinchi bir masala, buningdagi so'zlarning bir-biriga bog'lanishi turkiy tilning qoidalariga uyg'unmi yo'qmi? Mana shu uch narsani bo'lmasa tekstni bekitgili bo'lmaydi. Ikkinchisi, ko'chirguvchi odamning qaysi dialektda yoki qaysi shevida ko'chirayotganligi. Shu odamning shaxsiy nimasi shu ko'chirilgan qo'lyozmaga kirib ketdimi yoki umuman shu 15-asrdagi klassik daraja bo'yicha bodimi degan narsaga diqqat qilish kerak. Nibishki bu mundaq deymiz desa, mayli qutatg'u belik bo'lsin, mayli divon lug'at turk bo'lsin, bularninki kishilarning qo'liga kirgan vaqtida ular uni u yerda qosh qopig'ini bu yerda birdan mundaq qilib tuzab kelgan. Bu tuzab kelganda ikkinchi bir odam ko'chagan vaqtda shuni shu peti ko'chirib kelgan. Masalan, Navoiy mening qo'limda bir qo'lyozma turdi. Bir egasiz itga bir erdi Navoiy yorisiz. Bo'lmasin yo Rabga hargiz, banda sultondan juda deganda bir egasiz degandiki egani
iya deb bu g'arbiy turkiy tillarning xususiyati. Uchinchi, asarlarni qilganda ba'zi so'zlar masalasiga yo'liqamiz. Bu vaqtida Uyg'ur madaniyat qatlamini yoki madaniyatdagi tindirmani bilish kerak. Albatta. Madaniyat orqa ko'rinishini. Buni bilmasa, buning davomlashayotganligi to'g'riliq uning xabari bo'lmasa, bu masalani hal qila olmaydi. Masalan, Allohning zapidan chiqmas demim netib og'izlay itlarin degan bir misra bor. Mening o'zim nəhayət zəif bo'lganlikdan hatto ovozimni chiqmayotdi. Men qanday qilib bu jononning ishlarini ig'izlantirib bir narsa bera olmayman degan gap. Bu nurg'unlagan qo'lyozmalarda og'irlay deb olgan to'padagi bir chekib ketgan. Men qarasam biz asosgan boyqi 0060 da og'izlayda to'psi yo'g'on o'zi bir chekib turdi. Bu bir chekitning masalasi bo'lgan bilan bu Uyg'ur madaniyat qatlamaga munosabatli bo'lgan masala. Nimishka? Desmiz, bizda bu vaqt yangi tug'ilgan vaqtida mahalladagi inovatlik momaydan bir narsa akilib, uni kishmish, yong'oq o'xshash bir narsalar bilan ig'izlantiramiz. Bu bizning madaniyat qatlamimizdan kelayotgan hozirmi? Kim bildi, madaniy shaharda yo'qib ketdimi? Ammo bizda shundan keyin to'xta deb men buni og'izlay deb bo'ldi. Hatto chetga nashr qilinganlardimi og'irladi deb olgan. Ularda mavu madaniyat qatlamidagi ish yo'q. To'g'ri. Endi shuning bilan birga bu 15-asr Navoiy mushu yaqin qadimgi zamon Uyg'ur adabiyoti, Uyg'ur tilining klassiklarining birisi. Ammo da vaqtida biz mushu davrning fonetiklik, mushu davr tilining fonetiklik alayidlarini nazarda tutishimiz kerak. Es qilgan masalalar asosan mushu. Qolgan ushaq masalalar bular endi keyin. Navbatda elimizdagi shundaqla xalqaradagi Navoiy islohot tadqiqotining yuzlanish ahvollari qanday bo'ladi? Mushaq bir ushur berib o'tamiz. Alisher Navoiy vafotidan keyin uning qo'lyozma holatdagi asarlari Türkiye xalqlar orasida emas, hatto O'rta Sharq va Yevropa ellariga taqilgan shu yerda saqlangan. 1991-yildagi sobiq Sovet Ittifoqida e'lon qilingan ba'zi materiallardagi ma'lumotlarga qaraganda, Navoiyning qo'lyozma uslubidagi asarlarining necha 10 davlatga tarqalganligini dalillaydi. Onundan başqa Navoiy asarlari hozirgacha necha 10 xil tilga tarjima qilindi. Alisher Navoiyninki tunji qo'lyozma holatidagi asari Alisher Navoiy vafotidan 134 yil keyin, ya'ni 1635-yili Angliyaning Oxford universitetining Bodleian kutubxonasiga qo'yilgan. Shuningdan keyin uzluksiz holda to'xtamay Yevropadagi munosabatli ilm o'rinlari va muzey, kutubxona degan o'xshash o'rinlarda Navoiyninki har xil qo'lyozma nusxalari saqlangan va tadqiq qilingan. 1959-yili O'zbekistonda Navoiyning Xazoinul Maani divanlar turkumi nashrga tayyorlanib nashr qilingan. 1988-yildan 1990-yilgacha yana Navoiyning qaytadan başqa asarlar bilan birlashtirilib 20 tomliq Navoiy kulliyati O'zbekistonda nashrdan chiqqan. Turkiyada Navoiy asarlari haqidagi maxsus tadqiqot 1966-yildagi professor Agah Sari Levent tarafidan tunji qadamda qo'lga olingan. Undan keyin Türk tarixi yuksak qurumining tashkillanishi bilan 1996-yildan 2006-yilgacha bo'lgan mushu 10 yilda Navoiyniki 20 tomliq asari arqa-arqadan nashr qilingan. 1991-yilga kelganda Navoiyni bediti shu yilni Navoiy yili deb bekitgandan keyin dunyoning har qaysi joylarida Navoiy tadqiqotida yana bir qizg'inlik ko'tarildi va o'xshash bo'lmagan ilmiy xotirlash faoliyatlari ilib berildi.
maxsus tadqiqot yig'inlarmi, ilmiy yig'inlarmi o'tkazildi. Endi davlatimizga kelsak, davlatimizda, jumla rayonimizda Alisher Navoiy asarlari 1980-yildan keyin ilgari keyin bo'lib bir necha qator nashrga tayyorlandi va nashr qilindi. Ammo har qatim Alisher Navoiy asarlarining to'liq bir to'plami nashrga tayyorlanib, nashrdan chiqish fursatiga muyassar bo'lolmay keldi. 2009-yilga kelganda Jungo Uyg'ur klassik adabiyoti va muqam ilmiy jamiyati Abdumrayn rahbarlarining qo'shilishi va qo'llashi bilan dastlabki qadamda Navoiy asarlarining to'liq to'plamini nashrga tayyorlashdan iborat bu zo'r tur qurilish qo'lga olinib 2011-yilga kelganda Navoiyning mana biz ko'rib turgan Char divan nomli divanlar to'plamidagi 4 divanning matn, Uyg'ur yozig'idagi transkripsiyasi va Lati yozig'idagi transkripsiyasidan iborat 3 xil yoziqda 12 tom kitob bo'lib, dastlabki qadamdagi bir akademik shaklda nashrdan chiqdi. Mushu yuqoridagi tadqiqot bosqichlaridan shuni ko'rishga bo'ldi. Navoiy asarlari ustidagi Navoiy haqidagi tadqiqot xalqaroda dastlabki asldagi qo'lyozma ustidagi yig'ish, saqlash va tadqiq qilish degan mushu nuqtadan boshlanib, bugungi kunga kelganda matinshunoslik, vasiqshunoslik, til adabiyot nazariyasi degan o'xshash har qaysi ilm tarmoqlari asosida mushuninki metodlarini qo'llanib turib tadqiq qilishdek mana shunda bir yangi yuzlanishga kirib keldi deyish kerak. Aldizga Jungo Uyg'ur klassik adabiyoti va muqam ilmiy jamiyati buningdan keyin buyuk adib Alisher Navoiyning qimmatlik miroslarini yig'ish, to'plash, tadqiq qilishga oid yana qanday unumli xizmatlarni qanday yaydurdi. Jungo Uyg'ur klassik adabiyoti va muqam ilmiy jamiyati qurilgandan buyon Navoiy asarlari to'plamini ratlab nashr qilish xizmatining dastlabki qadamdagi natijasi sifatida Char divanning 3 xil yoziqdagi nusxasi nashr qilinib tarqatildi. Navbat yana Alisher Navoiyning 6 parcha asarini nashrga tayyorlash xizmati tamomlandi. Pat arada kitobxonlar bilan yuz ko'rish oldidir. Ilmiy jamiyatimiz mushu tartib bo'yicha bundan keyin yana Alisher Navoiyni bizga qoldirib ketgan barliq madaniy miroslarni, jumladan Navoiy asarining butun to'plamini o'xshash prinsip asosida nashrga tayyorlash xizmatini tamomlashni planga oldi. Bundan boshqa ilmiy jamiyat Alisher Navoiy asarlarining rayonimizda saqlanayotgan qo'l yozma nusxalaridan boshqa yana rayonimiz sirtida jumladan chet ellarda saqlanayotgan yuqori foydalanish qimmati ega qo'l yozma nusxalarini aniqlash, yig'ish xizmatini kuchaytiramiz. Umuman aytganda, ilmiy jamiyat bundan keyin o'zining tadqiqot saviyasi va tadqiqotchilar qo'shini qurilishini xizmatini yaxshi ishlab, Uyg'ur klassik adabiyoti va muqam sohasidagi munavvar madaniyat meroslarini qizish, qo'g'dash, ratlash, nashrga tayyorlash qatorliq taraflarda o'zining funksiyalik rolini to'liq joriy qildirdi. Mirsulton aka, bundan keyin Navoiy shunoslik tadqiqotini qoyisiyatni texnik cho'nqirlashtirish kerak. Bu masalani siz mushu Navoiy va uning aslarini tadqiq qilish, uningga vorislik qilish, shundaqla mushu sohada qo'lga keltirgan natijaga birlashtirib bir so'zlab o'tgan bo'lsangiz. Bu qitimki bu ishimiz bilan biz madaniy meroslarimizga vorislik qilish sohasida cho'ng bir qadam tashlagan bo'ldik. Bu bir masala. Xalqimizni Navoiy asarlari bilan yaqindan tanishish fursatiga ega qildik. Shuning bilan birga biz o'zimizning Navoiy asarlarini umumyuzlik qo'lga olganligimizni namoyon qildik. Dunyodagi odamlar buni tushundi. Dunyo madaniyati g'azinasiga qo'shilgan mundaq madaniy meroslarimizga vorislik qilish
bizning butun jamiyatimizning orzusi. U umuman elayotganda umumliq kategoriyasiga mansub. Shuning uchun bu xizmatga qatnashganlar buni mushu jamiyatning, biz yashayotgan mushu jamiyatning bizning ustimizga otgan bir vazifasi, bizning qichib bo'lmaydigan bir burchimiz deb tushunishi kerak. Monopoliya deb tushunsa bo'lmaydi. Shuning uchun bu sohada texmi ko'plagan kishilarni yetishtirish, kelgusi izbosarlarni yetarli holda qoldirish intayin muhim. Nimishki mundaq deymiz? Navoiy asarlari biz 1 yil, 2 yilda tadqiq qilib chiqarib bo'ladigan narsa emas bu. Bu 30 necha asar oson ishlanmas. Müşahede bir narsa isim kelyapti, shu mashhur vatanparvar o't yurak shoir Lutfulloh Mutallibninki Alisher Navoiyninki hayoti va uningki lirikallariga atab yozgan fasohatlik bir qancha misra she'ri bor ekan. Mush xususda buni o'qirman do'stlar bilan bir anglab o'tsak. Qo'y shoiri so'zlama jo'ylib yo'qqa. Navoiy ko'milgan emas tuproqqa. Yurki patmaydi olamda lahatga, ruhi yo'lanmaydi samog'i ko'kka. Uning mozorini har bir varaqdan izda, gumbaz qabrisini har bir misradan izda. U ijod daryosiga cho'milgan, u har bir misra tuyiga ko'milgan. Xalqimiz Alisher Navoiy va uning asarlarini o'zining qimmatli ma'naviy boylik ustiga qarab, avlodma-avlod uni qadrlab saqlab keldi. Uning asarlari maktablarda dars qilib o'qilib, 12 maqomlarga tekis qilinib, o'zining kengki adiblarning ijodiyati uchun o'lmas bir obida va namuna bo'lib, dunyoga shalliq nurlarini chechib, o'zining qimmatli rolini hali ham joriy qildirib kelmoqda. Bugungi programmamiz mushayat oxirlashdi. Xayr xo'sh, salomat bo'linglar.